Assalomu alaykum. Toshkent davlat tibbiyot universitetining haftalik yangiliklar dayjesti studiyada Marat Yunusov. Bugun dasturimizda Toshkent shahar yoshlar markazi faollar zalida Toshkent davlat tibbiyot universiteti tasarrufidagi akademik litseylar bitiruvchilariga bag'ishlangan bitiruvchi 2026 tantanali diplom topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori professor Shuhrat Boymurodov, universitet prorektorlari, akademik litseylar rahbariyati, pedagoglar, ota-onalar va bitiruvchilar ishtirok etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yilda Toshkent davlat tibbiyot universiteti tasarrufidagi 3 ta akademik litseyni jami 496 nafar bitiruvchi tamomlamoqda. Ularning 100 nafari qizil diplom sohibi bo'ldi. Shuningdek, bitiruvchilar orasidan 5 nafar o'quvchi oltin medal, 4 nafar o'quvchi esa kumush medal bilan taqdirlandi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida kafedralar faoliyati yuzasidan tahliliy yig'ilishlar davom etmoqda. Unda joriy yilning o'tgan davri mobaynida amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilinib, kelgusidagi ustuvor vazifalar belgilab olindi. Yig'ilish davomida kafedralarning ta'lim sifati, ilmiy faoliyati, xalqaro hamkorlik aloqalari hamda ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishlarda olib borilayotgan ishlar yuzasidan hisobotlar tinglandi. Har bir yo'nalish bo'yicha erishilgan natijalar tahlil qilinib, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Toshkent shahrida bolalar salomatligini muhofaza qilishning fanlararo jihatlari mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Nufuzli tadbir bolalar salomatligini saqlash va mustahkamlash, zamonaviy tibbiyot yutuqlarini amaliyotga joriy etish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Anjumanda Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori professor Shuhrat Boymurodov, universitet prorektorlari, respublikaning yetakchi tibbiyot mutaxassislari, olimlar hamda xorijiy ekspertlar ishtirok etishdi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida Yaponiyaning nufuzli tibbiyot tashkilotlari vakillaridan iborat delegatsiya bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Yaponiya delegatsiyasi tarkibida Kitahara Group asoschisi va rahbari taniqli neyroxirurg Sigemi Kitahara Group vakillari ishtirok etdi. Uchrashuv davomida tibbiyot sohasida ilg'or yapon tajribasini o'rganish, zamonaviy ta'lim dasturlarini joriy etish, mutaxassislar almashinuvini kengaytirish va qo'shma ilmiy loyihalarni amalga oshirish masalalari yuzasidan fikrlar almashildi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti yoshlar bilan ishlash va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori Bobomuratov Turduqul Akramovich Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan ta'sis etilgan ma'naviyat fidoyisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Ushbu yuksak e'tirof ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, yoshlarni vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash hamda jamiyatda yuksak ma'naviy muhitni shakllantirish yo'lidagi samarali faoliyat uchun berildi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida Xitoy Xalq Respublikasining nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan biri Tianjin tibbiyot universiteti delegatsiyasi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tashrif doirasida delegatsiya a'zolari dastlab universitet faoliyati, ta'lim va ilmiy tadqiqot jarayonlari, zamonaviy o'quv amaliy bazalar hamda universitet faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Shundan so'ng Toshkent davlat tibbiyot universiteti rahbariyati hamda Tianjin tibbiyot universiteti delegatsiyasi o'rtasida rasmiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida tomonlar xalqaro tibbiy ta'limni rivojlantirish, akademik almashinuvni kengaytirish, qo'shma ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yish, ilmiy tadqiqot faoliyati hamda klinik hamkorlik istiqbollarini muhokama qildilar. Muloqot jarayonida Tianjin tibbiyot universitetining ko'krak bezi onkologiyasi, onkoplastik jarrohlik, diagnostika va epidemiologik tadqiqotlar yo'nalishlarida faoliyat yuritayotgan mutaxassislari o'z tajribalari bilan o'rtoqlashib, mazkur yo'nalishlarda hamkorlikni rivojlantirish yuzasidan takliflarni ilgari surdilar. Ushbu uchrashuv ikki oliy ta'lim muassasasi o'rtasidagi akademik va ilmiy aloqalarni yanada mustahkamlash, zamonaviy tibbiyot yo'nalishlarida tajriba almashish hamda xalqaro hamkorlik ko'lamini kengaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Toshkent davlat tibbiyot universitetida navbatdagi ilmiy kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilish davomida universitetda ilmiy faoliyatni yanada rivojlantirish, ilmiy izlanishlar samaradorligini oshirish hamda ustuvor ilmiy yo'nalishlarni belgilash masalalari atroflicha muhokama qilindi. Kun tartibiga muvofiq professor o'qituvchilarning ilmiy tadqiqot ishlari, innovatsion loyihalari, xalqaro hamkorlik aloqalari hamda ilmiy maqolalar nashri yuzasidan hisobotlar tinglandi. Tadbir davomida ilm-fan rivojiga munosib hissa qo'shayotgan professor o'qituvchilar va iqtidorli yosh olimlar faoliyati alohida e'tirof etildi. Bir qator professor o'qituvchilarga professor, dotsent, fan doktori hamda falsafa fanlari doktori ilmiy unvonlari tantanali tarzda topshirildi.
Toshkent davlat tibbiyot universitetida 27-iyun ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbirda universitetning axborot siyosatini samarali yuritish, ta'lim va ilm-fan sohasidagi yangiliklarni keng jamoatchilikka tezkor va xolis yetkazish, shuningdek, universitet nufuzini oshirish yo'lida fidokorona mehnat qilayotgan media sohasi vakillari va axborot xizmat xodimlari ishtirok etdi. So'zga chiqqanlar ommaviy axborot vositalarining jamiyat hayotidagi o'rni, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashdagi ahamiyati hamda axborot makonida sifatli kontent yaratish borasidagi mas'uliyat haqida alohida to'xtalib o'tdilar. Shuningdek, jamoatchilik bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yishda munosib hissa qo'shib kelayotgan bir guruh xodimlar e'tirof etildi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida hafta davomidagi eng so'nggi yangilik va xabarlar mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.